qimordan nech pul taklif qilinganida 1,5 yilga men sotilayotgan bola emasman. Men bittasi kishilar sotgan. Bunday urush bilarsiz, unaqa urush qilmayman men. Siz ham bilasiz, men ham bilaman, unaqa urush qilmayman. Lekin men sotilayotgan bola emasman. Sotilmaganimni nimadan isbotlab beray, bilasizmi? Meni akam bor. 5 mahal namozga men nima sotilmaganimni mana isbotlab beraman men. Alo. Aka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Aka, menga ana bu Tailand yurgan paytim qimordan nech pul taklif qilinganida 1,5 yilga? Qimordan? Ha, qimordan. 1 million. 1 million dollar, ha? Ha, 1 million dollar. Bo'ldi. 1 million dollar taklif qilingan paytda men rad etganman. Chunki yoshlar meni orqamdan intiladi, yoshlar menga o'rnak bo'ladi. Men agar pul uchun bo'layotgan bo'lsa, men ko'p narsa qilib o'rgan bo'lardim. 1 million dollarni olib, sportdan Tailand darsga ketgan bo'lardim. Yo'q, menga yoshlar o'rnak bo'lsin.